Altın Keş Halide İsrail 3. bölüm Asım 1 1. bab Keşte ishini ichib uyimga kirishimgila putumga bir narsa urindi. Darhol chiroqni yoqdim. Todrong'u chiroq yo'rig'ida yerda bir konvert ko'zga tashlanib turardi. Qaraganda pochtikash eshikning ostidan kirgizayotgandek qiladi. Qilin siyri konvertga silingan narsaning nimaligini farz qilishga urinib, qo'lim bilan siylab ko'rib, bir pas turib qoldim. Suratdek yoki taklifnomada qiladi. Ammo adresi aniq emas edi. Konvertni o'rib-cho'rib qarab, Urumchi shaharlik pochta idorasining tamg'asidan boshqa biror uchurga erisholmagandan keyin konvertni yirtdim. Konvertdan gul naqshlar bilan nihoyat sipda ishlangan qizil bog'ni elib, uningga yozilgan xatlarga erasizlik bilan ko'z yugurtdim-yu, ko'zlarim ixtiyorsiz cho'ng ichilib ketdi. Bu bizning sobiq XX instituti Adabiyot fakultetidagi ma'lum bir sinf o'quvchilarining maktab bitkizganimizning 50 yillik xotira markasining bog'i edi. Bog'ga qistilgan bir varaq qog'ozga marakaning konkret faoliyatlari tafsili yozilgan edi. Uningdagi o'rinlashtirishlarni o'qib bo'lib, "Uf, oxir vujudga chiqibdi-da" deb o'rnimdan turib ketdim. Darizdan pastga chiroqlar bilan kunduzdek yuritilgan cho'ng ko'chaga, mashinalarga, ikki tarafdagi piyodalar yo'lida qimildashib yurgan odamlarga bir pas qarab turdim. Biz hammamiz bir necha yil ilgari mushundaq bir tevishni anglagan, kutib kelgan, ammo yaqinqi yillarda unutib o'z halakchilarimiz bilan bo'lib ketgan edik. Qaraganda ba'zi do'stlarimiz bu ishni unutmabdi. Nurg'un ishni untunsiz bejarib, bizni kutilmagan sovg'at bilan hang-tang qoldirmoqchi bo'libdi. Vujudimdagi har xillik birdilla ko'tarilib ketgandek bo'lib, tez qadam tashlab berib, telefonimni qo'limga oldim. Tonish nomerini bo'rab, bo'lishimga telefon ulandi. Yiroq bir yerdan kelgan dud qilgan ovozdan keyin tirqilgan ovoz. Kichik bolaning yig'isi. Bir cho'ng odamning kichik bolani baslagan ovozi anglandi. Orqadilla tonish, yaqinlik bir ovoz quloq pardamga urindi. "Assalomu alaykum." "Va alaykum assalom. Kerem og'ayna, yaxshi turibsizmi?" Kerem mening ovozimni anglab xo'shal bo'lib ketdi. Bir pas qizg'in ahvolishdan keyin uningdan bog'ni topshirib olgan yoki ololmaganligini so'radim. "Nima bog'im deysan?" "Xayrlik-tu." "Xayrlik ish og'ayna. Saboqdoshlar uchrashishni o'tkazdi ekanmiz. Yana bir oydan ko'proq vaqt bor ekan. Urumchida yig'ilib, ona maktabimizni, ustozlarimizni yo'qlab bo'lib, G'uljiga sayli sayohatga bordi ekanmiz. Qaraganda sening bog'ing yo'lda o'xshaydi." "Vah, qo'l tusish bo'pti-ku. Men mushundaq bir ishning bo'lishini, saboqdoshlarim bilan ilgirkidek bir sinfda yig'ilib o'ltirishimizni bir soat bo'lsa-mu, shundaq orzu qilatdim degina. Bo'lsa, ilgirki suratlarimizni cho'ngaytib, sinfga choplab etsak. Mau sen eding, mau men eding deyishib, yoshlik vaqtlarimizga qaytib olsak. Oqchashliq buvay mo'mayla yoshlikqa qandoqmi qayta olsin? Faqat o'tgan kunlarimizni aslaymiz, seg'inimiz, yig'lab ketarmiz." Shu so'zlarni qilib etib, bo'g'izimga bir narsa kaptishib qolgandek bo'ldi. Keremmi hayajonlangan bo'lsa kerak, xeligicha gap qila olmadi. Adam qiyirganda hissiyatchan bo'lib ketamdi, qandaq. Men mushu kunlarda yaxshiroq kinolarni ko'rib etibmi, bolalardan biror ta'sirli ishlarni anglasammi, osonda o'zim tutib olmay qolaman.
xuddi momaylardek yosh iqitib o'ldirganimdan ba'zida namaz qilib qolaman. Lekin amal yo'q. Kerem bilan birdam so'zish bo'lib, ishkapning bir yerlaridan ko'ngli albomlarini tepib chiqdim. Ularning birisi o'quvchilik vaqtlarimning xotirasi bilan to'shqan edi. O'qish bitkizish oldida tushgan suratda bir muncha saboqdishimiz kam bo'lganlikdan u suratga qarag'im kelmaydi. Men suratlarni oqtirib, qandaqdir bir bayramda sinf bo'yicha tushgan bir suratni topdim. Bu men yaxshi ko'radigan surat edi. Uningdagi qari girvakli ko'zoynak taqagan Keremning kulib turgan qiyofatini menga bək yaraydi. Menga u suratda Keremning barliq aloyligi gavlanib turgandek bilinadi. Qolganlarmı bir-biridan chiroyli. Nur yig'ib turgan ma'sum chiroylar, zilva, nozik, jasur qomatlar, yog'liqqa quloqchig'i patmay turgan chashlar, to'kilib turgan qash ko'zlar. Toki ayolim kelgucha shu holda o'ltirdim. Ayolim shira ustidagi bog'ni elib o'qidi. Mening ko'ngli albomlarni varaqlab o'ltirganimning tegi yetgandek bo'lib, jimjit chiqib ketib, choy damlab kirdi. Menga ham o'ziga choy qo'yib bo'lib, shira ustidagi albomni qo'liga elib varaqlashga boshladi. U bir suratni ko'rsatib, "Qiziq, siz hammani suratidagidek mushu qizning orqasida turibsiz. Yurgan qizingizmidi?" deb so'radi. Uning ko'rsatgani Hariya edi. Men ixtiyorsiz kulib ketdim. "Yo'q, u qizlarning ichida hammadan egizi. Men o'g'illarning egizi edim. Shunga u suratga tushganda qizlarning o'tirsida turadi. Menmu o'tirida, uning orqasida turib qolatdim. Men ashu sinib kirgan tunji kunimi orqadagi partida uning udulda o'ltirgan. Men uningdan "Sizmi qulchilikmi?" deb so'ragan edim. U chiroyini o'zgartmay turib, "Menda qizlar g'uljidan boshqa yerda yo'qmikan?" deb davomini bergan. U qaramoqqa nayta hakavur ko'rinadi. Ammo o'zaro tushunishgandan keyin biz hammamiz uning nayta samimiy, tuz ko'ngil, boshqalarga yordam qilishga amroq ekanligini his qilgan. "Ha, mundaqcha aytganda ko'zingizga issiq ko'rindi ekanda?" Qarang, mundaq ish. Bu qiz sinf boshlig'i. Men ittifoq yacheyisining shujisi edim. Ikkimiz sinf hayatlari yig'inda birga qatnashib, faoliyatlarni birga uyushtiratdik. Shunga oliy maktabda biz nayt yaxshi o'tgan. Ayolim to'xtamay savol so'rab, qalbimning cho'nqurliqlarida muxbisib yotgan aslimlarimni qo'zg'adi. Yo'q, bularning hammasiga ashu bog'i sababchi bo'ldi. Men yillar to'zonlarida xiralashgan, yo'qolib ketishga boshlagan aslimlarimni, unutilgan odam va ishlarni asga elishga tirishib, xuddi o'zimga so'zlayotgandek bir tarzda uning savollariga javob berishga boshladim. Men G'ulji shahrining eng qadimki ovoz mahallarining birida dunyoga kelgan ekanman. Esimni bilgandan keyin boshqalardan anglashimcha, dadam mahalla masjidiga imom bo'lib o'tibdi ekan. Dadamni, uning og'uqlarini kishilar ismining oxiriga shayx nomini qo'shib atishidi ekan va cho'ng ko'rishidi ekan. Dadam opamga uylangandan keyin opam kayni-kayindan 5 qiz tug'ibdi. Har ikkisining bir o'g'il farzand ko'rish orzusi kuchli ekan va namozlarida Allohdan o'zlariga bir o'g'il farzand ato qilishini tilaydi ekan. Opam oxiri yana qo'rsoq ko'tiribdi. To'la sabab qilib, polchiram ballarga oldinib
zerikkan opam bu qitim Xudoning bergan hisob. Qiz bo'lsimi, o'g'il bo'lsimi, mening bolam, deb shukr qanoat bilan kunlarni o'tkazibdi. Bir kuni saharda dadam bomdod namusini o'tab bo'lib, mehmonxonada tagiga yo'linib kitob o'qib o'tirgan ekan. Ko'zi uyquga ketib, bir tush ko'ribdi. Tushida olma suyib yemakchi bo'lib pichoq izlayotgandek. U yer bu yerni istab topolmay, ko'rpining burchigidan qayrib, shunda qayrisa abjil bir bag ko'ziga tashlanibdi. Ajab, obdan bir bag tepib oldim, deb xushal bo'lib uyg'onib ketibdi. Qarasa tush ekan. Darizdan so'z yo'riqlik tushib turgan ekan. Dadam saharda ko'rgan tush o'ng'a tortidi. Bu qitim o'g'il farzand ko'rdi ekan menda, deb o'ylab, qo'shalligida yana 2 rakat namoz o'qib, Allohga minnatdorligini bildiribdi. Bu tushni opamga deb bergan ekan. Opammi baxo'shal bo'libdi. Uydagilar umid va iltijo ichida yangi jonning dunyoga kelib, orzu tilaklarining amalga oshishini kutishga boshlabdi. Ammo ular o'zlariga ko'tirib qo'rqsiz bir balo qazoningmi yiqilishib kelayotganligini nadimi bilsin. 2. Bir kuni kechada mahalladagi cho'ng bir boy bilan uning inisi hukumat tarafidan tutilib, do'konlari musodara qilinibdi. Kishilar hayron bo'lishib, ishning tegi-taktini bilib bo'lguncha yana bir kechasi cho'ng dadam bilan dadamni tutib ketishibdi. Dadamning 5-6 yerdagi do'konlarining g'allisi elib ketilgandan boshqa hukumat odamlari uyimizni ostin ustin qilib aqtirib, qo'liga chiqqidek, pulga yorg'udekning hammani musodara qilibdi. Cho'ng dadam bilan dadamningmi, mahalladagi boshqa tutilganlarningmi hech nadan iz derigi bo'lmabdi. Shu ishlar bo'lib, bir necha oydan keyin men tug'ilibdiman. Ismim dadamning tanlig'ini bo'yicha qo'yilibdi. Opam bechora menga qarab xushal bo'lsa-mu, dadam bilan cho'ng dadamning dardida to'la hasrat chekar ekan. Dadamning aka-ukalari taraf-tarafdan surishtirib, dadamlarning Urumchiga elib ketilganligini bilibdi. Urumchida bulung pishqoqlarni qo'ymay aralab, nurg'un pul g'ajlab, ko'p izlagan bo'lsa-mu, derkini ololmay, o'ljaga qaytib, xabar kutishdan boshqa amal qila olmabdi. Bir kuni yarim kechada eshik qaqilibdi. Kichik tag'am sirqi chiqsa, atrofda insijin yo'q ekan. Faqatla eshik oldida bir nasval xoltisi tashlaqliq turibdi. Tag'am u yonga bir yugurib, bu yonga bir yugurib, hech kimni uchirtolmay, xoltin tutquncha hayron bo'lib tursa, chiroq yiqib oldiga chiqqan opam dadamning yenidan ayirmaydigan, o'z qo'li bilan tikib bergan nasval xoltisini ko'rib, oldiga ko'tirib yig'lashga boshlagan ekan. Tag'am, "Bo'ldi-da, yig'lamang. Akamning bu xoltini avatgini, men hayot, xotirjam bo'linglar degini. Lekinsa, qaraganda u nihoyat maxfiy bir yerda bo'lsa kerak. Bo'lmasa, ikkilik xat bo'lsa-mu avatgan bo'ladi", debdi. Opam bu gapni anglab, darhol xoltini qo'liga elib, xoltining o'zi gul chiqarib tikkan girvikini so'kishga boshlabdi. Rost degandek, u yerdan samon qog'ozga yozilgan ikkilik xat chiqibdi. Xatga men nadaligimni bilmayman, lekin tog'ning kameradagi maxfiy turmida. Keyingi ishlar Allohga omonat. Alloh buyurib, tinch omon qutulib chiqa olsam, ko'risharmiz. Bo'lmasa, mahshargohda jam bo'larmiz. Mendan rozi bo'linglar. O'g'limni obdan beqinglar, deb yozilgan bo'lib, na ism familiya, na oy kun yo'q ekan. Ular yana yig'lab qaqshabdi. Yig'lashdan boshqa hech qanday amal bo'lmabdi. Dadamdan juda bo'lganligi
Apamning ko'ngliga shu chaqdili tushgan ekan. Oylar, yillar o'tibdi. Cho'ng dadam bilan dadam suvga tushgan toshdek yo'qolib ketibdi. Mahalladagi boshqa boylarning hech xabari bo'lmabdi. Kishilar bu taqdirga asta-asta ko'nishga majbur bo'libdi. Apam uruq, egiz bo'y, salla qapqi yaman, surlikrak ko'rinadigan ayol bo'lib, hammamiz uningdan aymanatdik. U bizga ona ham dada o'rinda edi. Hatto tog'larimmi uningdan aymanatdi. Tasa o'ynayotgan bo'lsak, apam kirsila jimib qolatdik. Mahalla cho'nglari yoki ayollar bilan mehmonxona uyda paranglashib o'tirgan bo'lsa, biz o'ylada ovozimizni ko'tarib so'zlashga petinolmaydik. Chunki apam uyda mehmon bor chog'da sho'xlik qilishimizni yoqtirmaydi. Lekin men yanala hammadan erkin edim. Apam oshxona uyiga kirgan chog'larida meni erkilatib, yeydigan narsalarni beradi. Orqadan yana qopqini turib, panda nasihat qiladi. U azaldan ovozini ko'tarib so'zlamasimi, bararsimizni taq etib chekmasimi, uning oldida tik turadi. Adlarimmi menga nihoyat amroq edi. Ularning deb berishcha bir o'g'il farzand ko'rish uchun uydagilarning qilmagan sabablari, yo'qlamagan mazoyi, mashoyihlari qolmagan ekan. Apam har doim olmaga, ochiq-chuchuk narsalarga yoki qitiq sezik bo'ladi ekan. Bir qitim hatto qizilgulning puruqig'imi sezik bo'lgan ekan. Mang kelganda qiza chuchuqqa sezik bo'libdi. Doim qizining tasi ko'nisini qo'lyog'liqqa chigib purab o'ltirdi ekan. Apam o'g'il tuqqanligini sesigidan bilib, men tug'ilmasdilla o'g'il bolacha posma, kiyim-kechak, oyoq tayyorlab qo'ygan ekan. Kichik vaqtimda opammi, hadlarimmi meni ativorlab qo'ldan tushirmay beqibdi. Ammo men sal cho'ng bo'lgandan keyin opam menga doim sen degan o'g'il bola uyning to'riki, hadlaring sendan cho'ng bo'lsinmi, cho'ng bo'lganda sen ularga aka yoki dada o'rinda bo'lasan. Ularning holidan xabar olasan deb qo'lqimga qo'yib turadi. Hadlarimning o'yiniga aralashib qolsammi, sen degan o'g'il bola hadlaring bilan 5 tosh o'ynab o'ltirsang yarashmaydi. Chiqib mahalladagi o'g'il bolalar bilan o'yna deydi. Do'konlarimizni yo'qlab, g'alla yig'adigan chaqlarda doim meni orqasiga selib oladi. Sal cho'nroq bo'lgan vaqtlarimda uyning ishlarini menga maslahat soladigan, fikrimni astoydil anglaydigan, ba'zida meni xeyli mas'uliyati bor ishlarga buyuradigan bo'lgan edi. Keyin do'konlarimiz kollektiv ig'dorchilikka o'tkazilib, oila kirimimiz azaydi. Apamning tejab to'shab, bir uyni qamdab bo'lolmay jafo chekayotganligini ko'rib, maktabdan chiqib, ishchi bo'lib, ailening yukini ustimga olmoqchi bo'ldim. Ammo adlarimni birsini qoldirmay maktabda o'qitgan apam o'qishdan chekinishimga yo'l qo'ymay, rahmatlik dadangning ruhi ko'rinmasin desam, to'liq o'qib, butun odam bo'l da chim turib oldi. Yatliq bo'lib ketgan ikki odammi? Ukam, sen xotirjam bo'l. Opamga biz qarashimiz. Sen yaxshi o'qisang bo'ldi, deyishadi. Ta'limga shu yillari yana bir adam tera zavodiga ishchi bo'lib o'rlashgan edi. Yana bir yildan keyin to'liqsiz o'tirni butkazatdim. Ular mening yuqori o'rlab Urumchiga berib o'qishimni arzu qiladi. Ko'nglimning cho'nqur bir yerlarida o'zim maktabga, saboqdoshlarimga qiymaydim. Uning ustiga shu kunlarda qo'shnimizning Shinjan institutida o'qiyotgan o'g'li Shavkatning ta'sirida Xilil Hamroyevning she'rlariga maftun bo'lib yuratdim. Men butun bir ta'tilni uni to'g'rab she'r yozish bilan o'tkazdim.
Yazğanlarım özümge yaramay qancha qeyrindoshni ushtib, qancha daftarni yirtib atganimni bilmayman. Oxiri o'zimga yargan bir she'rni Shavkatga ko'rsatsam, u o'qib bo'lgandan keyin ko'zlarini qisib bir g'azo turib ketdi. Non narsa, odam bo'lg'idaksan, uka. Senda shoirlik ximir turuji bor ekan. Ammo bu texi yetarlik emas. Sen she'rlarni jiq o'qib, jiq yodlab, jiq mashq qilishing kerak, dedi. Shundan keyin she'r o'qishga, yodlashga berilib ketdim. O'z shoirlarimizning Amdi keldi paytimiz, Valoq Takirovning o'limi qatorliq she'rlarni nihoyatda yoqtirib, tezla yodlab oldim. O'zim yoqtirgan she'rlarni ko'chirib, bir necha xotirni to'shqizdim. 3-bob. 2-yili Xinjiang institutiga ikkilanmay imtihon berdim. İmtihandan o'tibdiman. Ammo adabiyotda o'qiydiganlarning soni to'shib ketganlikdan san'at fakultetiga qabul qilinibdiman. Qo'shnimizning o'g'li Shavkatning maslahati bilan Urumchiga borgandan keyin yo'tkilib olmoqchi bo'ldim. Ammo Urumchiga borgandan keyin yo'tkilish uncha oson tushmadi. Bir necha kun usul fakultetida usul o'ynab yurdim. Putqulim usulga faqat kelmigini, boshqalarning putiga dasib elib, putlashib yurgudimni ko'rgan o'qituvchilarim meni tantarbiya fakultetiga yo'tkib etishdi. Men badan chiniqtirishga qaraganda qo'lni chiniqtirishga bakra qiziqatdim. Attigini maydonda boshqa bolalar yugurib mashq qilsa, men she'r yodlaydim. Bu yerda uzun tura olmadim. Meni amdi yangi qurilgan suvchilik fakultetiga yo'tkazdi. Suvchilik albatta muhim soha. Xinjiangdek qurg'oq rayon uchun suv jonga barobar. Ammo bu fakultetda o'qish uchun tabiiy fan asosi puxta bo'lishi talab qilinadi. Adabiyot jini chaplashgan, tabiiy fan chidug'siz darajada zerikishlik bilinadigan mendek odam uchun suvchilikda o'qish oson damsiz. Men bir necha oy shu tariqada boshqa fakultetlarda aylanib yurib, oxiri adabiyot fakultetiga qaytib keldim. Yangi sinfim ko'zimga shunchalik issiq ko'rindi. Gerçi tunji bo'lib salomlashgan qiz saboqdishimdan dak yegan bo'lsam-mu, ko'nglim qilchi yerim bo'lmadi. Bu sinfda menga o'xshash she'r, qo'shiq yodlab yoki to'qib yuradigan bolalar o'qiydi. Ularning ichida o'z xiyoli bilan bo'lib ketib, stolbuga usib soldiganlar, kechasi uxlamay yulduz sanab o'ltirdiganlar, harang-sarang men uxlab tushimdimi anglab boqmagan g'alit paranglarni soldiganlar bor edi. Men dal ashundaq odamlarni yaxshi ko'ratdim. Saboqdoshlarimmi san'at, tantarbiya, suvchilik fakultetlarining bolalaridek menga g'alit nazarda qarashmay tezla araqa oldi. Men bu sinfga kirganda bo'yim egiz bo'lsa-mu, bo'ynimda qizil galstukim bor edi. Chunki yeshim texi 15 ga to'lmaganlikdan uni qanday bir taraf qilishni bilmay, o'zim ilib atsam xatolik bo'lib qilishdan qo'rqib, bo'ynimdan ilib atmagan edim. Hariya meni Kommunistik Yoshlar ittifoqining a'zoligiga tanishtirdi. Men bir parcha iltimos yozdim. Sinfdagi ittifoq a'zolarining o'tirsida ittifoq bayrog'ining oldida turib, kommunizmning sodiq izbosari bo'laman, kommunizm ishlariga mangu sodiq bo'laman deb qasam berdim. Uzun o'tmay ittifoq a'zolari meni yochiki shujis qilib saylab oldi. Keyin o'ylasam, saboqdoshlarimning meni himoya qilishida, keyin xizmat o'rnimda osonli boshqalarning ishonchisiga erishishimda, opamning meni sen degan o'g'il bola, erkak, oilaning to'riki, yukning ig'irini ko'tarmasang, bir tuqqanlaringga g'amxo'rlik qilolmasang bo'lmaydi degandek nasihatlari va
dodillik bilan mas'uliyatni ustimga ilishga undashlari natijasida yetilgan xarakterim muhim rol o'ynagan ekan. Balkim men boshqalardek iqtidorli bo'lmasligim mumkin. Ammo men har qanday ishda orqaga o'tib oldiganlardan emas edim. Masalani hal qilishning ko'yida bo'latdim. Keyin men o'g'illarimga ana shunday talab qo'ydim. Ko'rib turibdiman. O'g'illarimmi yaramsiz odamlardan bo'lib chiqmadi. Hadiya 2. 5-bob. Ishi qo'ng'irg'i jiringlayotdi. Bu chaqda men opamning yosh vaqtlarida akordeon chelib bir chirlashqa naqadar usta ekanligini, tegi ko'k, oq chekit gullik ko'ngligini kiyib, qo'liga oq yog'liq ilib, atnoshga o'ynag'indiga naqadar go'zallashib ketadiganligini, bir qitim gomindangchilar kepti deb yurtda qoch bo'lib ketganda dadamning qiz baldek ko'rindigan opamni va biz 5 och singilni o'yladiki gamiga tushirib, gami ustiga gilam ko'rib silib, o'zi ustiga chiqib yotganligini, keyin xeyli vaqtlargacha o'zining gomindangchilarni qandoq usluq bilan aldab uydan haydab chiqarganligini og'zidan tushirmay so'zlab yurgan ilarini eslayotdim. Opam kitob o'qishga bak havas qiladi. Urumchida oddiy Navoiy oilasida cho'ng bo'lgan opamning qandoqsiga buncha ko'p ishni o'rganib olganligiga hech aqlim yetmaydi. Bu balkim shu chaqlarda Urumchida rus, tatar madaniyatining keng tarqalganligi bilan munosabatli bo'lsa kerak. O'tgan asrning yiroq burchaklarida sayr qilib yurgan o'y fikrim, sezgim reallikdagi bu uchurga darhol inkas qaytarishga ojizlik qilyotdi. O'rindiqda uzoq o'ltirib ketgan badanlarimni midirlashni zoda xohlamaydi. Ammo reallikka qaytib kelishim, o'rnimdan turib harakat qilishim kerak. Men bir o'ltirgancha qayta qopolmay qilishimdan ansirayman. Shunga doim o'zimga "Hariya xonim, g'ayrat qiling" deb takrorlab turaman. Ammo o'tmishni eslashdan o'zimni tortolmayman. O'tmishdagi bolalik, yoshlik chog'laridagi Hariyaga xiyoliga kelgan gapni udullada beradigan, ochiqi ittik kelib, ittik yonadigan, davomli ovorchilik tepibla yuruydigan Hariyaga kuyinish va afsuslik ichida yiroqdan nazar solaman. Eshikni ichishimga bir xil maktab formasi kiygan, chochlarini orqasiga egiz bo'g'ib olgan ikki qiz qo'yindek uchib kirganicha oyoq sumkalarini o'tir kelgan yerga etib, o'zlarini divonga tashlashdi. Mening oldida turganimga parvo qilmay, yo'lda uchragan bir o'g'il saboqdoshining gapiga tushib ketdi. "Sizlar kim bo'lsizlar? Men sizlarni taniyolmadim-ku. Aytinglar-chi, sizlar zodi kim?" Ular alpozimga qarab hayron bo'lib gaplarini to'xtatdi. Navra qizim qo'rqimsirab, "Viyay, cho'ng opa, men opam" deb o'z tilida duduqlashga boshladi. Gapining orasida yanadagi qizga qarab hanzucha, "Qara, demadimmi, men cho'ng opamda nimiti heliqi divangli kesli bormikin deyman. Men uningdan baq qo'rqaman" dedi. "Sizlarga ota-onanglar birarsining uyiga bo'libmi cho'ng yoshli kishilarning uyiga borganda eshikdan qandoq kirishni, qandoq salom sahat qilishni o'rgatmadimi?" "O'rgatgan,
shu undaq bo'lsa, ishikdan shu qayda bo'yincha kiringlar. Bo'lmasa, men sizlarni to'niyolmay qoladi ekanman. Ha, ishik ana. Chiqib, cho'ng qizlardek qaytadan kiringlar. Qani? Ular bir-birisiga qarashib qo'yib, gap qilmay o'rnidan turishdi. Ishik yopilgandan keyin ishik sirtida xeyliqcha gudungishib turishib, oxiri ehtiyot bilan ishikni chekdi. Ishikni ichishimga navir qizim qiynalib turib, "Cho'ng opa, yaxshi turdingmi? Opam kechda mush yerda uxla degan" dedi. Darhol berib qizlarni quchoqlab, mangziga suyib, "Obdan bo'pti qizim. Qani, uyga kiringlar" deb ularni uyga boshladim. Bu qitim ular navbat bilan oyoqlarini silib, sumkalarini ilg'og'i esib qo'yib, men ko'rsatgan o'ringa kelib o'ltirishdi. Men ularning yonida o'ltirib, ota-onasining sog'lig'ini, o'zlarining uyg'unish ahvolini so'rdim. Ular adab bilan tortinib turib javob berishdi. Oxirida navir qizimga, "Qizim, do'stingni dasturxonga boshla. Choy damla. Sal turib, men sizlarga tamoq etib beraman" dedim. "Voy, cho'ng opa, avara bo'lmang. Biz tamoq yemaymiz. Choy ichsak bo'ladi" dedi navramning do'sti. "Avval choy ichinglar. Texi bo'ldirg'u. Kechgacha qo'rsqonlar ichib qoladi." Qizlarni yolg'iz tashlab, yotoq uyimga kirib, bir pas aram elayotgan chig'imda dilg'ulluq ichida bugun ularga sal ashirvatdimmi qandoq deb o'z-o'zimga savol qo'ydim. Ichimda bir ovoz suvoqqonlik bilan, "Yo'q, ashirvatmadim. Ular ana shundoq tarbiyaga muhtoj. Bo'lmasa, ular sendan kundan kunga yiroqlashib ketadi. Oxir ularni yo'qotib qo'ysan" deydi. Navrlarim nemishqidir kichigidan tortib mendan ayminatdi. Ota-onasining gapini anglamaydiganlarmi mening gapimni anglaydi. Ammo men bir mezgil bolalarimning bola tarbiyalashiga aralashmaslik pozitsiyada turib kelgan edim. Amaliyotda yot bir til, yot madaniyat muhitida cho'ng bo'layotgan navralarim oldida menmu gangrab qolgan edim. Hammala odam buni bugungi reallikqa, taraqqiyotga moslashishning, ojiz o'ringa tushib qolmaslikning muqarrar yo'li deb qaraydi. Biz hammamiz tajribasiz edik. Oqibatning qandoq bo'lganligini tasavvur qilib yetmagan edik. Biz shirin tushlarimizdan cho'ch uyg'onganda ko'p kechikkan bo'lsaqmi, xatoliklarımızın davamlashiverishiga hargiz qo'l qovushtirib qarab turolmaydik. 6. Bab. Mas'ud sirtdan qo'g'in elib kiribdi. U nafrisini ko'rib, xo'sh bo'lgandan qo'g'ini darhol pishdi. Bu posti seriq, eti ko'k ishkargan, besharak shirin ekan. Qo'g'inni shundoq o'zirinib yedik. Bundaq tatliq suvli qo'g'inni tapmaq oson emas edi. Ammo Mas'ud tanlab ola oladi. U bu mahoratni Janubiy Shinjongda yetildirganligini aytib maqtanib olishni zahoti unutib qolmaydi. Qo'g'in yavatib, ko'zim tuyuqsiz navri qizimga tushdi. Uning ingishib qo'g'in yavatgan holati, uzun uruq barmoqlari, qo'lining dumbisi bilan sarg'ush sochlarini kayniga ilib qo'yishi onasining kichik vaqtiga shunchalik o'xshaydi. Qizim Laladak vaqtlarida, yo'q, uningdan ko'p kichik vaqtlarida hayot yo'lining tikkan chatqallariga duch kelgan edi. U jin shaytonning qizi, kichik jin shayton edi. Mas'ud ikkimizni
maktabdagilar tanqid kurash qilayotgan chog'larda u yeshi o'zidan bak ko'p farqlanmaydigan ikki ukasiga qaraydi. Men uning boshqa kichik qizlar bilan yugurishib yurganini, qo'nchaq o'ynaganligini ko'rib boqmagan edim. Uning yo'g'on ko'zlaridan bir xil qo'rqinish, ansizlik chiqib turardi. Bir kim ishni qattiqroq cheksa, sirtda bir kimlar o'nligrek gap qilsa, tugilib ketadi. Fransiyaning bir kinosi menga nihoyatda qattiq ta'sir qilgan edi. Uningda fashistlar jazo lageridagi bir dadining u yerdagi hamma baxtsizlik va shafqatsizlikni bir o'yinga, cho'chakka aylantirib so'zlab, o'g'lining g'uborsiz, sap ruhiy dunyosini zarbidan saqlab qolganligi tasvirlanadi. Bu bəymi güzel ham ichinishli hikoya. Afsuski, reallikdagi ishlarning bundoq bo'lishi mumkin emas. Ayni chaqlarda qizimni o'ziga o'xshash gudak bolalar kichik jin shayton deb kurash qilib, qiynab ko'nglini ochadi. U dadasi ikkimizning til haqoratlashimizga, tayoq yeyish, dushkanlashimizga, sazoyi qilinishimizga ko'zlarini mo'ldirlatib qarab turadi. Bechora qizim aqliga kelibla ana shundoq bir dunyoni ko'rgan edi. 1970-yillari men bolalarim bilan maktab dehqonchilik maydonida turayotgan chig'imdagi bir ish zot esimdan chiqmaydi. U dal qo'g'in pishiqi edi. Qizim ukasini yetilab, etiz tarafga ilib ketgan edi. Men yo'g'on to'nurga non yeqvatdim. Mush yerda amga qiladigan 10 necha jin shayton bilan dehqonchilik maydonini boshquradigan 7-8 odamning tamoqini o'zim yolg'iz etib, nonlarini yaqatdim. Shunga tong sahardan kechgacha tinim topmay ishlashga majbur edim. Qo'limdagi nonni to'nurga chaplab bo'lib, beshimni ko'tarsam, bolalarim to'nur tarafga qarab kelyotdi. Ikkilisining og'zi burunlari qum yo'qib ketibdi. Nima bo'ldinglar? Og'zinglardagi nima u qum? deb so'rsam, qizim, "Apa, biz qo'g'in yedik", dedi. "Nadik qo'g'in u? Kim berdi?" deb so'rsam, yanala nayt xo'shallik bilan, "Av akashlar qo'g'in yeb bizga bermadi. Bizni ketishga neri? Tayoq yeysan", deb qo'rqatdi. Ular shapaqni qumga ko'mib qo'yib ketganda biz berib yeb oldik, dedi. Bu gapni anglab, ish qilmay, atrofda cho'rgilab yuradigan nazoratchilarga shunchalik g'azabim keldiki, ammo uni ifodalashga amalsiz edim. Ular men atgan oshni ichib, men yoqqan nonni yeydi. Meni va bolalarimni odam qatorida ko'rmaydi. Bizni ot eshakdek ishlatib, o'zlari bilinimi egib qo'ymaydi. Dehi, odam ko'rmasda dehqonchilik maydonining qo'g'in tavuzlarini o'g'irlab yeydi. Bolalarimning yuzi, qo'llarini yo'g'icha ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi. Boshqalarga gap tashlab atgan narsani, to'pining orasidagi narsani nimishqa yeding? Nimishqa ukonga yegizding? Men sana nima degan? deb qizimga varqiradim. Bechora qizim qo'rqindan titrab, "Ma'qul opa, endi unda qilmaymiz. Xafa bo'lma opa", deb yalvorib ketgan edi. Odamning xiyoli naqadar yugurma. Bir tilim qo'g'inni yegash shuncha ishlarni o'ylab ketibdiman. Hozir oldimda o'tirgani bo'lsa, ana shu qizning qizi. Lala ustal ustini yig'ishtirdi. Uning do'stimi chang to'zan sumirgish bilan gilamni tozalag'iltirdi. Men kundan kunga qaralishayotgan ko'zlarim bilan 13 yoshga kirmay balog'atga yetishga boshlagan oqirib, zilvolishib, chiroyda tasavvur qilg'isiz ummoqliq,
nazokat paydo bo'lgan navir qizimga ko'z uzmay qarab o'tirdim. U cho'ng opisi va opisi ko'rgan kunlarni ko'rmaydi. Uningda gap yo'q. Ammo u boshqa bir xil vayronchilikni boshdan kechiryotdi. U oq qilishqa, kurash qilishga qaraganda texmi qo'rqinchli bir xil vayronchilik. Ya'ni o'zini kimligini yo'qotib qo'yishning vayronchiligi. Buning azobi va ta'sirini umu, uning ota-onasimi bara-bara to'nib yetyotdi. Bizmi to'nib yetyapmiz. Yo'qotganlarimizning qimmatini keyincha texmi cho'nqur to'nib yetamiz. Ammo hammamiz taksiz bir gangirash ichida. Atrofga nagil qarasak, amalsizlik, buruq turmuliq, sukut. Bundaq bir normalsizlikning mavjud ekanligini sezmay, bilmay, tush ko'rib yurgan baxtiyorlik. Kechki tomoqdan keyin Mas'ud qizlar bilan birdan televizor ko'rdi. Ular Uyg'urcha xabarni tushunolmadik deb qop ketmoqchi bo'lgan edi. Mas'ud yo'l qo'ymadi. Lala, o'z tiling tursa, nimishqa tushunmaysan? Ko'proq anglab bersang, tushunadigan bo'lasan emasmi? Men amdi navram bilan tarjimon orqali so'zlashadigan bo'lib qolamdiman? dedi. Uxlash oldida men qizlarga oilamizning koni suratlarini ko'rsatib, dadam va cho'ng dadam to'g'risida. Cho'ng dadamning aslida Janubiy Shinjongning chat bir yezisida bir necha mu yeri va bir parcha anjurligiga tayinib ko'p jonliq oilani boqadigan namrat odamligi. Bollari cho'ng bo'lishga boshlab terilg'u, yer yetishmaganlikdan yerini va uyni cho'ng o'g'illarga tashlab berib, cho'ng onamni va kichikroq bolalarni boshlab Urumchiga chiqqanligi. Dadamning kichigidilla oshxonlarning suyini to'shib, uchiqiga o't qalab yurib, oshpazlikni o'rganganligini. Bir tarafdan ishlab, bir tarafdan maktabda o'qib, savodini chiqarganligini so'zlab berdim. Suratdagi dadam egiz bo'y, so'ziq yuz, chechini orqasiga tarib olgan, nihoyat yarashimliq kulrang palto kiygan nocha odam edi. Qizimning do'sti ishonmagandek. Mushu odam shumi? deb so'radi. Ha, shu. Men dadamga o'xshamamdi ekanman. O'xshaydi ekansiz, ammo dadangiz chatalik katta odamlarga o'xshaydi ekan. Qiz o'diqib xanzuch so'zlayapti va mening ayblishimdan qo'rqqandek qizarib, Lalaga qarab tilini chiqarib qo'ydi. Oshxonlarga suv tushib yurgan mushu dadam cho'ng bo'lgancha rasmiy sudga kirishibdi. Bu yerdan qo'y, qala terisini yig'ib, chegaraga opirib, sovetliklar bilan raxt, kiyim-kechak almashtiribdi. Keyin soda qilg'ili sovet ittifoqiga chiqibdi. Qarasa, u yerlar nihoyat taraqqiy qilgan ekan. Hamma odam maktablarda o'qiydi ekan. U birga chiqqan hamrohlarining ta'sirida bir tarafdan tijorat qilib, yana bir tarafdan Toshkentdagi Dongliq O'rta Osiyo universitetida kirib o'qibdi. O'qish bitkizib, yurtiga qaytib kelganda o'zining pulini xajlab, Toshkentda o'zi ko'rgan maktablarga o'qishitib, bir maktab soldiribdi. Sovet ittifoqidan darsliklarni keltirib, o'qituvchi yollab yurtimiz tarixidagi tunji fanniy maktabni quribdi. Maktabda o'zi mudir bo'lib, nihoyat yaxshi boshqaribdi. Bu maktab ozodlikdan keyinmi shu yerdagi Uyg'ur boshlang'ich maktab bo'lib qoldi. Men yana ularga opamning nihoyat chiroyli, ishchan, pokiz ayol ekanligini, dadam tijorat bilan sirtda yursa, bizni qandoq ko'ngil qo'yib boqqanligini so'zlab berdim. Ular suratlarga nihoyat qiziqdi. Navramning do'sti yana.
u chaqlardagi Uyg'urlar bak qaltis ekan. Mening buvammi shu viloyat inqilobiga qatnashib askar bo'libdi ekan. Shu chaqdagi suratlarni ko'rib ajoyib bo'lib qolatdik. Men suratlarni uyga kelgan saboqdoshlarimga ko'rsatsam, ular meni "Sen yolg'on so'zlayapsan, ular degan chet elliklar tursa, ularning ichida buvang nima ish qilsin? Muallimning deb berishicha, ozodlikdan burun sizlar yuz yuyishni, kiyim kiyishni bilmaydi ekansizlar. Faqat bir parcha qo'y terisini yepini bilib yuriydi ekansizlar-ku" deb turib olgan edi, dedi. Undaqda sen-chu, sen uning gapiga ishondingmi? Men ishonmayman. Ammo opam ishonadi. U doim ko'cha supurib olgan ayollarni ko'rsatib, "Nemishqa ko'cha supuradiganlarning hammasi Uyg'ur? Nemishqa Uyg'urdan yanchiqchi ko'p chiqadi? Chunki biz qaloq. Hanzuchi bilmaymiz. Sen obdan o'qi. Bo'lmasa, cho'ng bo'lganda senmi ko'cha supursan?" deydi. Lala yerga qarab gap qilmay jim o'tiradi. Men uning biror narsa deyishini shunchalik orzu qilatdim. Nima desa mayli edi. Men uning yumshoq sochlarini siylab, "Sen-chi Lala, sen gap qilib bermamsan?" dedim. "Bilmayman, cho'ng oppa." U shundoq debla yig'layapti. Men uni o'zimga tortib, mo'risidan chin quchoqladim. Bo'ldi, yig'lama. Bir narsa degun kelmasa, dema. Uning chilgidek yumaloq, chiroyli beshiga yepishib turgan sarg'ish qo'ng'ir sochlari yipakdek yumshoq edi. Chijining rangi va yumshoqligi apsig'ga o'xshaydi. Qizlar uxlab qoldi. Men uyan-buyanga o'rilib, uzoqqa uxlay olmadim. Murakkab, oxiri chiqmas xiyollar. Xuddi kinolardagi qiyo toshqa to'xtamay urilib, buzg'un chachirtadigan dengiz to'lqinlaridek qalbimni davulg'utatdi. Men qizlar uchun maxsus kitob setib olishni o'yladim. Qaysi kuni televiziya xabarlarida tarix, madaniyat va boshqa sohalarga oid bir muncha yangi kitoblarning chiqqanligini ko'rsatgan edi. Mas'udmu matematikchi bo'lgani bilan kitob o'qishga amroq. Yangi chiqqan kitoblarni qoldirmay o'qib, baho berib turdi. Ba'zida ikkimiz yosh vaqtlarimizdagidek kitoblar haqida munozirlashib ketamiz. U to'laroq "Siz degan adabiyot o'qituvchisi emasmi?" deb menga yo'l qo'ydi. Orqadan yana jiddiy, ammo sal yosima talaffuzda: "Hariya xonim, roman deganni asli siz yozsangiz bo'ladi. Ikkimiz to'g'risida bir roman yozing-a, cho'qim bozorlik kitob bo'ladi", deydi. Men kulib qo'yaman. Agar rostla shunday qila olgan bo'lsam, naqadar yaxshi bo'lgan bo'ladi. Bu mening yosh vaqtlarimdan tortib ko'nglimga bukib kelgan, ammo hech kimga tinmagan orzuyim edi. Men adabiyotga bo'lgan jimiy ishtiyoqimni, o'y fikrimni, ijodiyatchanligimni o'quvchilarimga singdirdim. Har soatlik darsimni yengil bir ijodiy asarga aylantirishga tirishatdim. Shundaqdimi, deyishga tegishlik nurg'un gapni qilib bo'lolmaganligimni, qilishga tegishlik nurg'un ishni qilib bo'lolmaganligimni his qilaman. Lekin insonning hamma orzusiga yetib bo'la olishi mumkinmi? Men yaxshi vaqtlarimda jon jafo tortgan bo'lsammi, keyingi vaqtlarda yaxshi kunlarga ulashdim. Mas'uliyatchanlik bilan tarbiyalagan farzandlarim o'sib yetilib, o'z hayot yo'llarini topdi. Cho'ng o'g'lim chet elda o'qiyotdi. Ota-onam yashinib qolgan yillarda ularni doim yo'qlab, holidan xabar olib turdim. Opamni hayotining oxirgi vaqtlarida o'z qo'lim bilan beqib, davolatib, o'z qo'lim bilan uzatdim. Mana bugun bolalarimizga tortishib, Mas'ud ikkimizmi Urumchiga makonlashib qoldik. Uyimning atrofi xuddi orzu qilganimdek tinish,
güzel bir baqchaga o'xshaydi. Endi manga qolgani o'zimga nisib bo'lgan bu turmushdan aramxo'da bahramon bo'lish. Ko'zlarim xotirjamlik ilikida yumilishga boshlangan edi. Tuyuqsiz Lalaning birdilla yig'lab ketishi, "Bilmayman, cho'ng oppa, bilmayman" deb taram-taram yosh to'kishlari ko'z oldimga kelib, yuragim mujulishga boshladi. Maktabga kirguncha bizning oldimizda turgan Lala, yangi pensiyaga chiqqan oshu yillarda Mas'ud ikkimizga aytib tugatkisiz mehr va shodlik bag'ishlagan edi. U tili chiqibla cho'ng odamlardek talaffuzda so'zlaydigan bo'lib ketgan edi. Mas'ud ikkimiz o'y fikrlarimiz, tanbiholarimiz 3 yoshlik navrimizning og'zidan to'liqi bilan chiqib, o'zimizga qaytarilishga boshlaganda hayronligimizni bosolmay qolibdi. "Cho'ng dada, qo'lingni yu, lo'ngini joyiga qo'y. Cho'ng oppa, yolg'on so'zsang bo'lmaydi. Men sana yolg'onchi bola degan hikoyani so'zlab beray. Obdan angla. Cho'ng oppa, cho'ng dada, atganlik tomoq yemasanglar, sizlarga shokolad bermayman." Mas'ud ikkimiz ba'zida uningdan obdalla ehtiyot qilatdik. U hech kimdan qo'rqmaydi. Ko'ngildagi gaplarni yushirmaydi. Hamma ishga aralashib, hamma ishni boshqarmoqchi bo'ladi. Mas'ud ikkimiz insonning go'dak vaqtlaridagi tabiatining naqadar saf va go'zalligi, uning bir odamning o'sib yetilishi bilan bo'lgan munosabati va keyingi o'zgarish haqida mulohizlarga tushib ketadi. Lala 6 yoshga kirguncha hech qiynalmayla o'z til yezigimizdagi oddiy kitoblarni o'qiy oladigan, oddiy hisoblarni ishlay oladigan saviyaga yetgan edi. Cho'ng bo'lgancha xarakterida ba'zi o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa-mu, so'zlabda turadiganligi, to'liq savol so'rashlari, sho'xligi, rostchilligi o'zgarmagan edi. Ota-onasi bu favqulodda aqlli qizining biror mo'jiza yaratalaydiganligiga ishonib, uni Xansuchi maktabga berdi. Uzun o'tmay Lala o'z til yezigini unutib ketdi. Ota-onasi qizining Xansuchi so'zlashlaridan, to'rtyoz xatlarni chiroyli yezishlaridan faxrlanib, uni mayliga qo'yibdi. Hatto o'zlarimu uningga moslashib berdi. Ammo bir kunlarda ular o'z qizining notanish, yot bir qizga aylanib kelayotganligini sezdi. O'zlari Uyg'ur tili degan oson, o'zining tili uni birdamda o'rganib oladi. Odatnimi o'rganib oladi deb naqadar xatolashganligini his qildi. Endi ular kechikdimi? Hammamiz kechikdikmi? Asli shundoq sho'x, chechan, qushqachdek vichirlab so'zlab turadigan Lala qani. U qandaqlarcha o'zgarib, gap anglamaydigan, ota-onasi bilan qarshilashadigan, jimg'ur, tarsa bir bolaga aylanib qoldi. Hamma gunoh Laladimi? Yo'q. Asosiy mas'uliyat uning ota-onasida. Ularni to'g'ri yo'lga boshlay olmagan bizda. Ko'rinib turibdiki, Lalaning ko'nglidami azob, gangrash bor. U qorong'ulikda, qatma-qat qiralashgan yo'llar orasida qaysi yo'lga mengishni, o'zining kim ekanligini, kimga da'vo bo'lishini bilolmay qaymoqib yurgandek qiladi. U ilgari cho'ng bo'lgan illiq muhit, ota-ona, yaqin yo'riqlari uningdan kundan kunga yiroqlashib, shavqin surallik, ko'zni olachakman qilib etadigan yangi bir dunyo uni chaqiryotdi. U orqasiga qarab ota-onasini istaydi. Ammo ota-onasi allaqachon uningdan bakmi yiroqda qolgan. Atrofida hech kim yo'q. U yolg'izligini, kamsitish tuyg'usini, ikkilanishlarini kimga aytishni, qandoq etishni bilmaydi. U yo'chun, ammo qiziqarli dunyo, g'oyat jilvalar, yolg'on va'dalar bilan uningga yiqilishib kelyotdi. U
yanıla ota-onasidan nimalarnidir kutidi. Ularning o'zini tashlab qo'ymasligini orzu qiladi. Ammo ular o'z halakchiligida. Boshqa ishlarga ko'ngil bo'lgidek holi yo'q. Uni tushunib beqishni o'ylab qo'ymaydi. O'ylasimi qanday qilishni bilmaydi. Ana shuning uchun u sukut qilishni, ziddiyatli xiyollardan o'zini qochirishni, qarshilashni tanlab olgan. Lala, umaq navrim, men seni tashlab qo'ymayman. Men har qachon yeningda. Men seningmi opangdek azob chekishingni xohlamayman. Hargiz xohlamayman. Ammo men qiyirib qoldim. Bakla qiyirdim. Qo'limdan jiqish kelmaydi. Men faqatla sening chang taqib olgan qalb eshigingni onaliq mehrim bilan ichib kirib, seni asli holtingga qaytarib akelsam deyman. Bu mening qo'limdan kelarmi? 7. bob. Tushga yaqin kichik o'g'lim keldi. Mashina haydab yurib, bu yoqlarga kelib qolgan ekan. Yo'g'on bir plastik xaltani menga berib, "Sizlarni bir vaqt tamoq etish g'amidan qutuldiray", dedi. Akelgini turkcha kavob, polo, oshmonta, yumshoq non ham bir quta qiytiq ekan. Men choy damlab, dasturxon tayyorlashga tutish qildim. Xo'shalligimdan qo'llarim bilinmas titraydi. Bu xo'shallik xeyli kunlardan beri kelmagan o'g'limni sog'-salomat ko'rganligimdan edi. Men uning tasodifiy biror hodisiga yoki kelishmaslikka yo'liqib qilishidan voyim yapli yuratdim. Uningdan telefon olg'icha yoki o'zini ko'rgicha ko'zim to'rt bo'lardi. Telefonda uningga mashinani ehtiyot bilan haydashni, xaridor bilan taqollashmaslikni qayta tapulaydim. Tamoqni taxslarga tizdim. Qiytiqni piyollarga bo'lib bo'lib, yangi damlangan xushbaroq chayni patmusga tizilgan istakonlarga qo'yishga boshladim. O'g'lim chaqalliq bilan chayni ilib, dadasining va o'zining oldiga qo'ydi. Tuyuqsiz to'ng'atquda chilg'an tarxamak borligi esimga kelib, uni ilib keldim. Kavob singib pishgan ham yumshoq edi. O'g'lim nepizning arasiga kavob bilan chilg'an tarxamakni ilib, ishtaha bilan yeyishga boshladi. Masudmu yosh vaqtlarda shundoq edi. Oldidagi tamoqni xuddi bir startib oldigandek oldirab, ishtaha bilan yeydi. U hozir Peter mantini qo'liga ilib, ikkilanganda qarab turdi. Odatda 2dan ortiqni yemaydi. 2 mantini yeb bo'lib, sirtqa chiqib, singdirib kirib, yana 2ni yeydi. Uning ko'na oshqozon kesili bor. Shu yillarda men bolalar bilan G'uljada turib yolg'izchilikda osh qo'rsaqqa aroq ichib topgan ekan. Shuningdan keyin bu kasal ba'zi yaxshilanib, ba'zi arlab qo'zg'alib qo'yib, uni qiynab keldi. Bir mazgil nada oshqozon do'risi bo'lsa, akilib yeb yurib, oxiri do'ra kor qilmaslik bo'lib qoldi. Keyin Dunko'rikda 80 qalta ochadigan, soqollari oppoq, 2 mangzi qip-qizil, nayta sog'lom ko'rinadigan bir buvoy bilan do'st bo'lib qolib, kunda uning talqon do'rlarini yeb yurdi. Buvoy uningga tamoqni kunda oz-ozdan 5-6 vaqt yeyishni o'rgatgan ekan. U mushu usulni nihoyat astoydillik bilan davomlashtirib, shunga ko'nib qolgan edi. O'g'lim tamog'ini tez yebilib, tamoqni oldirmay chaynayotgan dadasiga, "Dada, sen tamoqni tartibli yeb, borgan sir yashirib ketyapsan jumi?" dedi. Demismi, xilla qo'rsoq silib, chochlari shalang'ishib qolgan o'g'lim qarmoqqa asli yeshidan cho'ngroq ko'rinadi.
Dadisi o'g'lining maqtaganligidan xushal bo'lib, tajribasini tonishtirishga boshladi. "Man qara o'g'lim, meningmi oshqoznim yaxshi emas. Sog'lom odamlarmi tomoqni to'yib yeb olmasligi kerak ekan. Yana biri dam olish bilan harakatni moslashtirishmi bak muhim ekan. Men birsi tushlik uyquni qo'ldan bermayman. Yana biri ko'p manaman." O'g'lim uningga o'zining atidan kechgacha mashinadan tushmay o'tirishga majbur ekanligini, shunga qo'rsoq selib ketayotganligini aytib qaqshidi. Dada bola ana shundoq paranglashayotganda bir chetda jimgina kulimsirab o'tiratdim. Ularning gapini buzg'im kelmaydi. Bir vaqtlarda o'g'lim dastlabki ayoli bilan ajrashganda Mas'ud xafa bo'lib, xeyli vaqtlargacha unga gap qilmay yurgan. Dada bola ikkisi ko'p qatim varqirishib, qizirishib ketgan. U ishlarmi asta-asta unutildi. Lekin ulardan munosabati bir xil salqin holatda qoldi. O'g'lim dadasi bilan birga o'tirishni, paranglashishni ancha xohlab ketmaydi. Faqat yaqinqi yillarda ancha-muncha paranglashadigan bo'lib qolgan edi. Bu minutlar mening nazarimda ko'p uchirmaydigan qimmatli minutlar edi. Men 70 yoshga kirganda his qildimki, odamning umri har qancha uzun bo'lsa-mu, yaqin odamlari, ota-ona, bola-chaqalar bilan odatdikcha chin ko'ngildan parang silishib o'tiradigan vaqtlari bakmi oz bo'ladi ekan. Haddi hisobsiz arzimas ishlar. Tili boshqa, dili boshqa bordi keldilar. Ahmiyatsiz, quruq paranglar. Tirikchilik yo'lidagi tugumas g'am andishlar. Ömürning mutlaq ko'p qismini egallab ketadi ekan. Bu dunyodagi kunlari sanoqli holga tushib qolgandila odam nimaning haqiqiy qimmat ekanligini bilishga, bola chaqa, qon qarindoshning qadriga yetishga boshlaydi ekan. Xiyolim shu yerga kelganda menga o'xshash oqsiriq, menga o'xshash kitobxumar, chiroyidan samimiylik chiqib turadigan cho'ng enim Muhiddin ko'z oldimga keldi. Biz cho'ng bo'lishga boshlagan u yillarda biz och singillar mehmonxona uyda paranglashib o'tirsak, u bir chetda jimjit kitob o'qiydi. Arlab kitob batlarini o'rgash gaplarimizga quloq soladi. Men janubga bormoqchi ekanligimni aytganda, u kitobdan beshini ko'tarib, menga qiymasliq nazarda qarab, "Ocha, o'sha yiroq yerlarda o'zing yolg'iz qandoqmi qilarsan? O'qituvchilik qilaman desang, mush yerlarda qilsang bo'ladi-ku. Bir kessang, yana qachonlarda kelarsan?" degan. Uning gaplaridan ko'zlarimga yosh kelib, yig'a bo'g'zimga qaplashib qolgan edi. Bir tuqqanlarning ichida ikkimizning taq-turqi o'xshab qoladi. Mijozimizmi kelishga bir-birimizga yaqin edik. Mening ashu aqlliq enim ham xiyollarimni, ochiq tuz mijozimni, qaramliqimni hammadan bak tushunadi. Mening uning bilan ko'chalarda ketib bassam, qizlarning uningga havas bilan qarashib qolganini ko'rib, uningga pag'irnib ketatdim. Tunji qitim uydagilarga ushtum tutib to'y qildiganligimni jakarliganda u menga, "Ocha, turmush ishida bundoq oldirong'ulik qilma. Sen u odamni tuzuk tushunmay turib, to'y qilsang, keyin ko'ngling tushmay qolsa, qandoq qilasan? Esdoshlik muhabbat emas. Muhabbat degan boshqa narsa. Muhabbatsiz qandoqmi yashash mumkin?" degan edi. Men ikkinchi yili Janubdan tuqqan yo'qlab borganimda, u bir maktabda ishlab etibdi. Ikkimiz bir necha qitim qisqacha paranglashdik. U mening ruhiy kayfiyatimning o'ngishib, chiroyimga qon yugurib qolganligini aytib,
өзінің нақадар қошал болғанлығын білдірген. Маңа өзінің көңілдегі бір сырны айтып бермекші болған еді. Әмма мектепте оқытушыларның тәтілlik курсы башlanып, ketganlik үшін 10 күнлі тұрып, ата-анам білән бір туqqanlarımni armanda qo'yib qaytib kelgan edim. Enim manga qandaq sirni aytmoqchi bo'lg'aydi? Balkim yaxshi ko'rgan qiz to'g'riliq so'zlab beradi mekin. Shuningdan keyin yurtga qayta olmadim. Madaniyat zo'r inqilobida uning bu dunyodan ayrilganligini anglaganimda shunchalik armonda qoldimkin. Mening chiroyliq, kuyimchan enim. Sen bilan qonug'udek mungdush velish, aqlli ko'zlaringga qarab o'ltirib, eng samimiy arzu umidimni bildirish. Sana baxt tilash. Mening yurakda qolgan armanim emasmidi? Men nemishqa sen uchun bir kun kechikib yo'lga chiqmadim? Men qandaq odam-a? Bu mening qalbimdagi mangulik bir arman. O'g'lim pat arada xotin bolalarni elib, yana bir keldiganligini aytib, biz bilan xo'shlashdi. Bumu o'zingning uyi? Tushda birdam aram elib, "Mang" degan tutishlarimiz uni yo'ldan qaytara olmadi. U baldiroq uyiga qaytib, bolalarini cho'ng opasinikiga olib qo'yish kerak ekan. Tushdan keyin ayoli choyga boradi ekan. U hozir ilgirki erki bola emas. Ikki bolaning dadisi. Biz endi uni tutib qola olmaymiz. Seg'inish, talpinishlarimizni, amalga oshmas umidlarimizni unsiz, tinsiz ichimizga yutib etamiz. Ayni vaqtda Mas'ud ikkimiz o'g'limizning birinchi xotindan ajrashib, qayta to'y qilishiga qo'shilmaganligimiz uchun kelinimiz bizni zotli kechirolmadi. Biz oylab, yillab uning didorini ko'rolmaymiz. Anda sonda kelib qolsimi, chiroyini ochmay, yot odamdek mehmon bo'lib ketadi. Qo'dalarimiz bilan munosabatimiz yo'qning o'rnida. Bechora o'g'lim mashinasi bilan shularning xizmatida. Munira ba'zida chidab turolmay, "Seningmi ota-onang qayerda? Og'riqchan bo'lib qoldi. Shularni o'ylab qo'y" deb qayib ketadi. Ammo Mas'ud bunday gaplarni anglasa, qattiq xafa bo'lib, "Bo'ldi, xotirjam uyni tutsin. Aralashmanglar. Bizning ahvolimizmi yomon emas-ku" deb hech kimni ig'iz ochtirmaydi. Tunji qitim o'g'lim xotin bolalarimni elib yana kelaman degan chig'ida naqadar xushal bo'lib, hayajonlanib ketganim esimdan chiqmaydi. Lekin ko'nglimning bir burchigida andishim yo'q emas. Nima etarman? Xafa qilib qo'yarmanmi? degandek. Mas'ud ko'nglimdagini bilib olgandek. Nihoyat yaxshi bo'ldi. Asli burilish shundoq bo'lishi kerak edi. Sen go'sht-ko'ktatlarni tayyor qilib, "Kelinglar, bolalarim, tomoqni hammamiz birga etaylik. Nima etamiz?" degan. Shunda qilib, bu kelinni asta-asta ko'ndirib olamiz, dedi. Lekin bu planimiz eg'zimizda qoldi. O'g'lim bilan kelinimiz bu qitimmi 2-3 xalta tayyor tomoq olg'ash kepti. "Apa, bu tomoqlarni taxslarga alaylimi?" Kelinim shundoq deb o'rnidan turdi. Ikkimiz tomoqlarni taxslarga ilib, choy damlab, dasturxon rasladik. Keyin hammamiz birlikda tayyor tomoqlarni yedik. Uyda tomoq yetayli degan gapimga hech kim qo'shilmadi. Demasmi, dasturxon shuncha mo'ljilik tursa. Men kelinimni zo'rlab gapga silib baqdim. Ammo u mening savollarimga bir ig'izla javob qaytarib o'ltirdi. U bankada ishlaydi. Bankaning pulning gapi chiqqan chaqlardila Tatarangu mangziga
qan yugurgandek bo'lib, gepi sal ko'payatdi. Uningga boshqa har qanday parang uning xo'sh yoqmaydi. Dasturxon ustida u qizi bilan hanzucha so'zlashgan edi. O'g'lim uningga: "Uyg'ur bo'lgandan keyin Uyg'urcha gap qilmamsan, balaga", dedi. Kelinimiz uningga olib, hanzuchda qilishib ketdi. O'g'lim o'ng'aysizlanib: "Idorasida mushu birli Uyg'ur bo'lgandan keyin hanzularning orasida ishlab yurib, shularga o'xshab qopti", deb kulib qo'ydi. Mana bu o'g'limning turmushi. Kelimizning maoshi haqiqatan yuqori. Lekin u uyida bir qozon tomoq etib baxmaydi. Men boshqa gapga qistirib, bozorning tomog'ini ko'p yeyish ba'zi kasalliklarni keltirib chiqaradiganligini, bo'libmi bolalarning o'sib yetilishiga ziyonli ekanligini deb o'tgan edim. Uning chiroyi shu hamon bulutdek tutildi. Bu bulut ta xo'shlashguncha torimidi. Menda eng chunqur ta'sir qoldirgani o'g'limning qizi bilan 3 yoshlik o'g'li edi. Ikkilisila shunchalik umoq edi. Ularga mehrim tushibla qolgan edi. Bugunmi kechgacha 2 navramni xiyolimni chiqara olmadim. Ularni ko'rmagili xeyli vaqt bo'lib qolgan edi. Kelinim kelgan vaqtlarida bolalarni onasining uyiga qo'yib keladi. Bo'libmi kichigini bir necha yilning oldida ko'rgancha edi. Bularni o'ylab bir xil aybkorlik tuyg'usi ko'nglimni yerim qilib qo'ydi. Mas'udga: "Navra bolalarimizga hech nima qilib bera olmadik. Ularmi shundoq bizni to'nimay cho'ng bo'larmi?" dedi. "Qanday qilatdiq, hadiya. Ayni chog'da o'g'limizning dastlabki ayoliga ish og'ritdik. Buni xato yo'ldan to'smoqchi bo'ldik. Lekin oqibatda o'g'limizdan ayrilib qolg'ili tasli qoldik. Elim ishlarning mushunchalik yerga kelganiga xo'shal bo'layli. Mushu bola baqa deganga odam chidamay qoladi ekan. Lekin yana ularning turmushiga aralashmagan yaxshi ekan. G'aribliklar mushu jihatda nihoyat dono ekan", dedi. Bu gaplar to'g'ri edi. Lekin bu gaplar ko'nglimdagi g'ashlikni, ko'ngilsiz aslamalarni yo'qotolmaydi. O'g'lim xizmatidan ayrilgandan keyin o'tdek bir qizg'inlik bilan tijoratga kirishdi. Ammo 4-5 yillik bormayla bir jo'lab kelgan dasmoyisni pak-pakiz yo'qotganning ustiga 100 ming yuandan ortiq qarzga bo'g'ilib, umidsizlik va tushkunlikka giribdor bo'ldi. Menmu, Mas'udmu tijorat haqida yo'l ko'rsatgudek iqtidorga ega emas edik. Faqat dunyoda har qanday ishning, bo'libmi tijorat ishining yo'li tuz bo'lmaydiganligi. Qizg'inlikqa g'ildaynib bir ishni boshqa elib chiqilib bo'lmaydiganligini bilardik. Bizning nasihat, tasallilarimiz kor qilmadi. Demismi, ayni yillarda unchalik ziyon bizdek oddiy odamlarni cho'chitishga yetib ashadi. Anvar bir mazgil tijoratning, pulning kepi bo'lgan gapni qachadigan holga tushib qoldi. Biz bilan paranglashishni xohlamaydi. Kunlab sirti yuratdi. Uyga kelsimi haraq mas keladi. Shu yillarda u ayoldan ajrashmoqchi bo'ldi. Ammo ajrasha olmadi. Keyin uyga kelmasli bo'ldi. Biz uning o'zini tushundigan, tijorat ishiga yordam qila oladigan, bir to'y qilib ajrashgan bir cho'kan bilan tepishib olganligini angladik. Bu ishdan xabardor bo'lgan qudalar qizni ajrashtirib elib ketdi. Bu jarayonda chiroyimizga qarabmi qo'ymadi. Shundan keyin Mas'ud Anvarning ismini tilga olmas bo'ldi. Boshqalarimizning uning gapini qilishimizga yo'l qo'ymadi. Men cho'ng o'g'lim bilan qizimdan Anvarning doim aroq ichadiganligi,
qarz egalaridan qechib, u yerdan bu yerga ko'chib yurdiganligini anglab turatdim. Mas'ud uqtirmay ulardan pul avatdim. Shundaq kunlarning birida hozirgi ayol qudam meni istab kelib, Anvar, sizning o'gay bolangizmidi? O'gay ona bo'lsingizmi, shunchalik tosh yurak bo'lamsiz. Bolangiz o'zini tashlab kerakdan chiqib ketayli deb qoldi. Bichora qizim har kuni uni taraf-tarafdan izlab dardini tortib yurdi. Mening qizimg'imi unchalik bo'lib ketgani yo'q. Anvardagi xizmati yo'q odamga tegmisimi, orqasidan yurgan yigitlar to'la. Lekin siz ona bo'lgandan keyin, o'g'lingizni qaytirib keling. Sizga bola lozim bo'lmasa, menga lozim. Men bu yerga boshqa maqsadda emas, e'tiborli qizimdan ansirganligim uchun keldim, degan edi. Bu so'zlarni anglab, menimdan tutun chiqib ketdi. Shu kunla Mas'ud bilan maslahatlashib, Anvarga to'y ishiga qarshi turmaydiganligimizni yetkazgan. To'ydan keyin xeyli vaqtlargacha er-xotin ikkisimi, qudalarmi uyimizga dasmagan edi. Men o'g'limning tunji ayolni tashlab etgani xato. Hamma gunoh uningda deb qaraydim. Uning tunji ayoli Mas'udning yaqin do'stining qizi bo'lib, G'uljining an'anaviy qoida-usuli bo'yicha tarbiyalangan, nihoyatda ishchan, pokiz, yuzi tuvan bir qiz edi. U bizga suvga suv qo'shilgandek o'zlashib ketgan edi. Men ta yaqingacha uning armonini yeydim. Ammo hozir bu qarshimdan tabrinib qoldim. Balkim Anvarga loyiq ayol mushudir. Balkim uning Anvar uchun nihoyat qimmatli bo'lgan taraflari bordir. Balkim biz uningga bak rahimsizlik qilgandimiz. Xilli kechda Germaniyada turayotgan cho'ng o'g'limdan telefon keldi. Har qitim o'g'limning dunyoning yiroq bir tarafidan kelayotgan ovozini anglasam, yig'i tutadi. Balam qaytib kelgin. O'zingnimi, bizni qiynama. Dadam ikkimiz qiyirib qoldik, degim keladi. Ammo og'zimdan chiqara olmayman. Oldingi qitim u ayoli bilan bolalarini elib Germaniyaga chiqib ketmoqchi bo'layotganda, shuning yo'lini mengayotganligini aytgandimi, hech narsa deyolmagan. Faqatla ko'z yoshlarimni chandurmay surtib, gaplarni jimjit anglab turgan edim. O'g'lim dadasi bilanmi xeyli uzoq paranglashdi. Mening kasallik, o'zgarishlarimni tafsiliy so'ragandek, dadasining kasali haqida nurg'un gap so'radi va ikkimizga yana dori avatmoqchi bo'ldi. Germaniyaning dorilari haqiqatan unumli. Uning ustiga tibbiy sohada o'qiyotgan o'g'lim bizga qanday dorilar zo'r ekanligini obdan biladi. Biroq Germaniyaning tibbiy ilmi va dorilari o'limga davo bo'la olmagandek, ota-onaning judolik hasratini yo'qotishga amalsiz. Shundaqdimi men bu o'g'limni bolalarimning ichida eng kuyimliki ham kasbida natija qozonqini deb o'ylayman. Uningdan yoshirincha faxrlanaman. Qizim bilan kichik o'g'lim yo'q vaqtlarda yoki tunish bilishlarimiz bilan jam bo'lgan so'rlarda ixtiyorsiz uni maqtab ketaman. Ammo Mas'ud bu qarshim qo'shilmaydi. U har kimning hayot yo'li har xil bo'lishi mumkin. Buningda shaxsiy tirishchanlikdan boshqa fursat, ta'lim, tasodifiylik omillarmi muhim rol o'ynaydi. Bir odam uchun mayli o'ngishli muhitda bo'lsin yoki o'ngsiz muhitda bo'lsin, o'z mas'uliyatini tonish va uni ado qilish hammadan muhim deb qaraydi. Bu gaplarmi asossiz emas. Cho'ng o'g'lim davlat bir tutash xizmatga taqsim qiladigan yillarda o'rganish natijasiga asosan o'z maktabida o'qituvchi bo'lib qala olgan. Hozir yaxshi o'qish orqali o'z maktabida o'qituvchi bo'lib qilish mumkin emas.
kichik o'g'limmi garchi nihoyat yaxshi o'qigan bo'lsa-mu, ma'murlik xizmatini tashlab, jafoliq va agir to'qay bir yo'ldan tanladi. U qayta xizmatga o'rinlashgan bo'lsa, balkim ishlar boshqacha bo'lgan bo'lardi-mikin. Bu yerda Mas'udning joyilligimi muhim rol o'ynadi. Men garchi uni tushunib tursam-mu, ba'zida o'g'lining jafo tortayotganligini ko'rib turib pisand qilmaganligi uchun uningdan og'rinib qolaman. Odam degan zarur bo'lganda boshqalarga ziyon solmagan asosda sharoitga moslashish kerak-ku deb o'ylayman. Barliq axloq qarshisining mohiyatini o'zgartib, faqat manfaat uchun suiiste'mol qiladigan narsaga aylanib qolgan bugungi sharoitda sening oliyjanobliging, bolangning issiz va nomrodligi, masxira va so'g'oq kulkidan boshqa yana nimaga erisha olishi mumkin? Lekin bu qarashlarni yana o'zim inkor qilaman. Bir umr samimiylik, olallikni tashabbus qilgan. O'quvchilarim bolalarimga shunday talab qo'yib qolmay, o'zimmi shunday talab bo'yicha yashab kelgan mendek bir o'qituvchi uchun yashangan chog'larida o'z e'tiqodi, qimmat qarashlaridan voz kechishi uncha oson ish emas. Agar voz ketsam, o'sha o'zgarishchan jafoliq yillarda odamligim, g'ururim payxon qilinib, turmushning eng tuvan qatlamida tirikishib yurgan chog'larimda, o'smirlik, yoshlik vaqtlarimdagi g'oya, orzu umidimning ko'pikka aylanganini ko'rib gangiragan paytlarimda rahimsiz hayotning sonsizlagan do'qmush do'qillarida voz kechgan bo'lardim. Ammo men voz kechmadim. Qalbimdagi oshu bir parcha yeshillikni parvish qilib saqlab keldim. Harg'in, toljiqqan, umidsizlangan vaqtlarimda oshu yeshillikda qalbimni sagitdim. Yo'qitib qo'ygan o'zimga qaytdim. Assalom qarindoshlarim, bugungi roman o'qishligi mushada oxirlashdi. Davomiga davomli diqqat bergaysizlar. Hammanglarning mushu vaqti xayrli bo'lsin. Rahmat.